Qishti kunida Qashqadaryoliklar qo'lidan telefonni olib beylar, jonga ana Oktagon deganlar ham fonni o'shalar kelyapti. Yopirilib keladi, Instagramga kirib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Bekarchi bo'lguncha mana shu daladan bo'shaguncha qishti kunda ish yo'q, Oktagon deyishga ham o'tib ular. Instagram va shular dastidan ham kirib bo'lmaydigan. Shular qo'lidan telefonni olib berish kerakmikin? Ya'ni erka bilan yetib bular hammasini urdirish kerakmi bilmayman. Nurbek o'zbeklarni tushunmadibdi ana. So'g'ol qandaydi ketdi. Kimga urdirish qilasan? Erka bilan bola, erka bilanmidi? O'zbekmi? Yo'q, qozoq. Biznesda. Yo'q, o'shancha uzr so'radimki ko'pchilikdan aka. Mana bunisini urish qisur. Ana shuni bitta qop-qora borku, menga Potinka kremmi? Potinka kremmi? Mana dandoni yo'q, bitta dandon. Ha, potinka krem. O'sha. Chiqaveradi, xuyo bir gapi ham bir nimasi yo'q kusiga siskay. Ya hozir uni ham qo'yaver, jonga tegdi biladi. Kattasi ham chiqyapti. Hammasi o'sha. Aka tinchlikmi dedi, tinchlik. Hammasi o'sha janjal bilan. Ana shu keyin bittasini afti mana bunaqa. Mana bu yerlarini nima qilgan-ku? Mana bu yerlarini bunday qilgan shiram. O'zicha pizdes, mana bunday. Qiladi faqat kimda? Imuni Sakurmi. Saturi. Pakkurmi. Butun bezor qildi, hamma yo'qni harom qildi, baxudoy. Pul qayerga bo'lsa, shu yerga bunaqa ketay ekani, baxudo. Qildim. Endi so'ra